Kia Bongo bir tonna 200 zo'rdan chiqsa ayting Ulug'bek egalari uchun mana sizni zakazingiz. 2014-yil Kia Bongo bir tonna 200 133 motor, udar kaltagi yo'q, texnik holati a'lo darajada. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Chexollar qilingan, sidenasida, bakoisida, yopiladi. 6 talik korobka, 250 ming atrofida yurgan. Salonida umuman chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Moshamiz ref, xolodilniklari zo'r sovutadi va budka chirimagan butun holatda. Ikkita temir metan 320 va baland budkadan orqa balonlarni ko'ryapsiz. R13 zo'r holatda, orqa eshiklari umuman chirimagan, sensorlar bor, oyoq qo'yadiganlari bor. Mashina hozirda ishlab turgan holatida, budkani ko'rishingiz mumkin. Yonida eshigi bor, chizilmagan holatda. Mashina narxiga keladigan bo'lsak, $17,700 oz-moz kami bor. Kimga qiziq bo'lsa, videosida egasi nomerini qoldiraman. Buxoro shahrida yurgan mashina. Kimda shunaqa sotiladigan mashina bo'lsa, menga jo'nating. Qiziqqanlar obuna bo'lib qo'ying.